Viloyat hokimi Erkinjon Turdimov Agrar bilim va innovatsiyalar markazi binosida agrar soha vakillari bilan uchrashuv o'tkazdi. Uchrashuvda qishloq xo'jaligini yanada rivojlantirish, sohada zamonaviy agrotexnologiyalarni joriy etish, fermer va dehqon xo'jaliklarini qo'llab-quvvatlash, mahsulot hosildorligini oshirish hamda mavjud muammolarga aniq va amaliy yechimlar topish masalalari atroflicha muhokama qilindi. Uchrashuv davomida soha vakillarining fikr va takliflari tinglandi. Jumladan yerga yer qo'yish, ya'ni foydalanishdan chiqqan yer maydonlarini qaytadan qishloq xo'jaligi aylanmasiga kiritish, Shinjon usulida paxta yetishtirishga tayyorgarlik ko'rish, kuzgi shudgorlash ishlarining holati, ariq va kanallarni tozalash hamda betonlashtirish ishlari, nasos stansiyalariga quyosh panellari o'rnatish, shuningdek yashil makon umummilliy loyihasi doirasida amalga oshirilayotgan ishlar hududlar kesimida batafsil muhokama etildi. Viloyat rahbari uchrashuv yakunida o'z taklif va mulohazalarini bildirib, dehqon boy bo'lsa, yurt boy bo'ladi degan hayotiy aqidaga amal qilgan holda ish olib borish muhimligini ta'kidladi. Har bir fermer va har bir dehqon daromad bilan ishlashi, yerdan unumli foydalanishi hamda xo'jaligini barqaror rivojlantirishi zarurligini qayd etdi. Shu bilan birga sohaga mas'ul rahbarlarga va klasterlarga fermer va dehqonlar bilan yaqin hamkorlikda ishlash, ularning muammolarini joyida hal etish va amaliy yordam ko'rsatish bo'yicha tegishli topshiriqlar berildi. Uchrashuv qishloq xo'jaligi sohasini tizimli rivojlantirish, fermer va dehqonlar faoliyati samaradorligini oshirishga qaratilgan muhim muloqot sifatida yakunlandi.